hayotimdagi eng oson chakchi o'ynab kulib qilib tashlaymiz. Ikkita tuxumni chaqamiz, bir chimdim soda, bir chimdim tuz. 3 minut oppoq qilib ko'pirtirib olamiz. 200 gram atrofida elangan un solamiz. Birinchi lopatkada, keyin qo'limizda yaxshilab mushlab qattiqqina xamir qilamiz. 30 minut tindirishinglar shart. Shunga xamirni mushlab yana 5 minut kutamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rtacha ingichkalikda yoyib olamiz. Xamirimizni bir nechta uzun tesmala qilib kesib olib, yog' surib, uni 3-4 marta ko'rib olib, xuddi videoda ko'rsatganimdek tugib olamiz. Umuman qiyin emas qizlar, asosiysi tegini qattiq yopishtirishingiz kerak. Chakchi bo'g'ir solib qovurayotganda bilasizlar, qizlar birinchi yog'ni yaxshilab qizdirib, keyin ozgina sovutib olamiz. Past olovda tillarang bo'lguncha qovuramiz. Ichi juda ham tez pishib chiqadi. Umuman kam vaqtim ketdi. Hayit dasturxoni uchun ayni muddao. To'liq yozma retsept kommentariyada. Aytgancha chakchi qovurgunimcha o'zim ham qovurilgan chakchi bo'lib qoldim. Kerakli shampunlar bilan bo'lsa ishim yana ham osonroq. Sulfat yo'q, yumshoq tozalaydi. Ildizlarni mustahkamlaydi. O'zbekiston bo'ylab magazinlarda, Uzum Market, Yandex Marketdan olishingiz mumkin. Kerakli shampunlarni o'zingiz sochingizga moslab tanlang. Hayitga ham tayyorman. Mazasiga bo'lsa, gap bo'lish mumkin emas. Olinglar. To'xtang. Hali ham yurisham bosib qo'ymadingiz-ku, bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi.